internetda yarim yalang'och qizlarga like bosgandan ko'ra mana bunday o'zbek ayollarimizga bittadan like bosib qo'yinglar. Bolam chaqamni mana bunday halol mehnat qiladigan ayollar uchun bittadan like bosib qo'ysalaring bo'ladi. Do'stlar, biz hozir Farg'ona viloyati bo'yida tuman kelganmiz. Ko'mirlarni optim sotadigan joydamiz. Do'stlar, mana ko'ryapsizlar. Bu yerga vagonda to'g'ridan-to'g'ri kelib kelinar ekan, bu yerda elanish jarayonlarini ko'ryapmiz. Xudo xolasa narxlar bilan sizlarga ma'lumot beramiz. Bittadan like bosib tursangiz bo'ldi. Aka, bunimiz necha pul mana ishimiz? Bunimiz sariqamish deyiladi Qirg'izistonda. Bu nimalarga? G'azovatlar uchun. G'azovatlarga. $80 berilyapti. $80. Bir tonna $80. $80 shunday. Bunimiz aka, qoplanadiganimiz. Bunimiz Qozog'iston qiyatta ko'miri deyiladi. O'zbekiston Angren ko'mirini birga bir o'rnini bosadi bu. Cho'q turishi bo'yicha, alanga bo'yicha ham ancha yuqori. Mana shu holatda mana qoplanyapti. Kiloga qancha bo'lyapti shunda? Bunimiz 1,5 ming. 1,5 ming. Holat mana shunday. 1,5 ming so'm. Mana bu yerda elanyapti. Xo'p, bu tomonda arishka deyiladi aka, mana bu ko'rinib turganimiz. Buni arishka, semichka deyiladi, pista ko'mir deyiladi. Xo'p, kiloga qancha bunimiz aka? Bunimiz 1400 dan 1600 so'mgacha. 1400 dan 1600 so'mgacha bo'ladi. Ochiq holatda necha puldami, qoplangan necha puldan bo'ladi aka? Ochiq holatda kelishiladi aka, qoplig'i shu 1600 so'm chiqadi. 1600 so'm chiqadi. Mana qoplanyapti do'stlar. Qoplangan olaman deganlar uchun. Bitta mana yirigini ko'ryapmiz aka. Ular necha puldan qilib beramiz ana yiriklarni? Bunimiz $110 dan shu holatgacha. Shu yirik mayda aralash qoladi. $110 dan, ha? Buni aytildi aka? Aytilmadimi? Bu aytilgan yo'q. Buni necha puldan qilib beramiz? Bunimiz aqlli katyonlar uchun mo'ljallangan Shubarkul ko'miri 1200 so'm shu holatda beriladi. 1250 so'mdan unaqa kichkina qoplarda beriladi qoplab. Juda ham zo'r. Akalar, kimga qiziq bo'lsa, ekran pastida nomerlari bo'ladi. Bemalol bog'lana olasizlar. Manzilimizni aytdik, Farg'ona viloyati bo'yida tumanida katta ob'yomda ekan. Bemalol zakaz qilib olishlari mumkin. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.